Bo'lib to'lashga uy so'rardinglar. Zo'r mahallada joylashgan uylarimizni hozir sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Hozir sotuv ofisiga kelganmiz. Hampton Residence, Yunusobod tumani Tiklanish mahallasida joylashgan. Bu yerga shunaqa chiroyli maket qilib qo'yishdi, lekin qurilish jarayonlari ketyapti. Ikkita chetida 3 qavatli domimizni ko'rishingiz mumkin. O'rtada bo'lsa 3 qavatli town house'larimiz bo'lar ekan. Domlarimizni to'liq ta'mirlangan holatda qabul qilib olasizlar. Har bir qavatda bittadan xonadon bo'ladi. 3 qavatdan iborat 40 kvadratdan 47 kvadratgacha bo'lgan xonadonlarimiz bor. 2 xona studiyniy planirovkada bo'ladi. Har bir kvadrati uchun $1100 so'rashyapti. Town house'larimiz bo'lsa 1 sotig'iga tushgan 3 qavat 180 kvadrat metrdan iborat 5 tadan xonasi bor. Town house'larimizni bo'lsa $120,000 dan deyishyapti. O'zi bu mahallani ko'pchilik biladi. Elitning mahalla. Bu joyimizni o'zini yer osti avtoturargohlari va zeleniy zonalari ham bo'ladi. Uylarimizni 30% boshlang'ich to'lov bilan qolganini bo'lib to'lasanglar ham bo'lar ekan. Ofisligi ham shahar markazida Tashkent City'da joylashgan. Kelaverasizlar.